Gulkaramni nima taom tayyorlashni bilmayapsizmi? Unda ekranga yaqinroq keling. Bu retsept aynan siz uchun. Oldin ishimizni qiymaga turli xil ziravorlar, piyoz, chesnok, talqon, tuxum solib, qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymamizni qo'limiz bilan shunaqa pishitib olamiz. Bu eng muhim qismlardan bittasi va o'zimiz xohlagan ko'rinishga keltirib olamiz. 3 ta tuxumga tuz solib, atalab olamiz va oldindan suvda qaynatib olgan gulkaramlarimizni ikki tarafini qizartirib olamiz. Va qolgan tuxumimizga kotletlarimizni shunaqa ikki tarafini belab, buni ham tillarang tusga kiritamiz. Kartoshkalarimizni shu ko'rinishda chiroyli qizartirib, salfetga olamiz, ortiqcha yog'lar chiqib ketishi uchun. Va ozgina piyoz, sabzilarimizni tillarang tusga kiritib, tuz, qizartirilgan solib, yetarli suv solamiz. Qaynab chiqqunga qadar kartoshka va boya tayyorlagan kotletlarimizni solib 40 minutga dimlaymiz. Yoqimli ishtaha!